Endi o'sha opущениyalarni ham sababini topish mumkin. Ya'ni meridianda muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni uzoq vaqt buyrak meridiani ishlashida har xil tiqinlar yoki yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Bu ham buyrakning tushishiga olib kelgan bo'lishi mumkin. Endi buni davolashda qanaqa qilinadi desa, bunda o'sha buyrakni o'zini asl quvvati tiklanadi. Keyin bizani metodikalarimizda biokinetika orqali bu buyrak tushishini bartaraf qilish mumkin. Ya'ni o'sha biotok deydi buni endi xalq tilida, lekin o'zi aslida biokinetika orqali to'g'irlasa bo'ladi. Endi ikkinchi tomoni buyrakni shamollashi. Ya'ni buyrakda har xil infeksiyalar yoki boshqa virus bo'lishi mumkin. Shu sababli ham o'sha buyrakni bilan tegishli bo'lgan bu mushakda bo'shash, ya'ni tonus pasayishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Yana bitta sabablaridan bittasi bu reseptorlar. Ya'ni buyrakda o'zini to'g'ridan to'g'ri shikastlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni reseptorlar bu g'arb davlatlarida o'sha PDTR sohasi deydi. Reseptor orqali ham buyrakda har xil o'sha patologik jarayonlar boshlangan bo'lishi mumkin. Buni o'sha PDTR sohasi orqali bartaraf qilinadi, ya'ni reseptorlarning noto'g'ri ishlashi. Ya'ni reseptorlardan miyaga noto'g'ri xabar kelib turadi. Miya nerv sistemasi, miya emas, aniqrog'i nerv sistemasi buni tonusini pasayishga majbur qilishi mumkin. Yana bitta soha bu reseptorlarni teri bilan bog'liq joyi bor. Ya'ni ichki organlarni teri bilan bog'liq joyi bor. Ya'ni buni o'tgan asr boshlarida rus olimi Zaxarin va nemis olimi Get o'zini tadqiqotlaridan shu narsani aniqlashganki, terini qaysidir qismlari ichki organlar bilan bog'liqligi. Bu tochki zona Zaxarina Geda deydi, ya'ni Zaxarin Get zonalari. Bu zonalarda bo'lgan jarohatlar, ya'ni operatsiya yoki chandiq yoki kuchli zarba yoki kuchli bir sovqotish yoki kuyish, shunga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lsa, u ham shu buyrakni bo'shashtirish holatiga olib kelgan bo'lishi mumkin. Bu endi buyrakga tegishli bo'lgan muammolarni hozir sanab o'tganimiz. Endi kvadratniy mishsaga keladigan bo'lsak, kvadratniy mishsa bu yo'g'on ichak bilan bog'liq. Ya'ni bitta ko'pchilik appenditsit operatsiyasini o'tkazgan bo'ladi. O'sha appenditsitning natijasida shu mushakni tonusini tushganini ko'rishimiz mumkin. Endi reseptorlar bilan ishlash orqali, ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa operatsiya ichakni ehtiyot qilish rejimini yoqqan, operatsiyadan keyingi bo'lgan holat, ya'ni reseptorlar orqali nerv sistemaga kelganda nerv sistemasi bu sohani ehtiyot qilish rejimiga o'tadi. Ko'pchilikda shu sababli ham o'zi ich qotish holatlari va uni davomchisi sifatida o'sha kvadrat mushakda, ya'ni katta mushakni tonusi pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bularni hammasini kinesiologik usulda bir chekkadan bartaraf qilish natijasida ko'ramiz. Ko'pincha seans oxirlariga bemorlarning o'ziga ham shunga amin bo'lishadi. O'sha mushakka kuch kirganini, ya'ni tonus kirganini sezishadi. Bu grijani asl olib keluvchi sabablardan bittasini sanab o'tdik. Ya'ni yo'g'on ichak bilan bog'liq bo'lgan mushak ham xuddi shunaqa tarzda, ya'ni o'sha shamollashlar va boshqa sabablar ham o'chgan bo'lishi mumkin. Endi bularni hozir sanab o'tdik. Undan keyingisi umurtqa atrofidagi mayda mushaklar bo'ladi. Mayda mushaklar shu asosiy katta ushlab turuvchi mushaklar ishlamaganligi sababli tonusi pastligi